Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Sizlar bilan bugun gidrosefaliya kasalligi haqida gaplashamiz. Gidrosefaliya kasalligi juda ham ko'p uchrayapti hozirda. Uni asosiy sabablari, qanaqa davolanish kerak, qanaqa parvarish qilish kerak bolani, shular haqida gaplashamiz. Birinchisi gidrosefaliya bu nima? Gidrosefaliya boshimizda ishlab chiqariladigan suyuqlik likvirni haddan tashqari oshib ketishi. Haddan tashqari ishlab chiqarilish hisobiga yoki so'rilmay qolish hisobiga oshib ketishi va u bosh miyada ko'proq to'planib qolib, bosh miya ichi qorinchalarida ko'proq to'planib qolib va bosh miyani ezishi, atroflarga ezishi va bolada klinik belgilar paydo bo'lishi. Gidrosefaliyani davosi jarrohlik yo'li bilan davolanadi. Asosan ikkita klassik turi bor. Birinchisi shuntlash, ikkinchisi endoskop yo'li bilan likvidinamikani tiklash. Buni qanday aniqlaymiz? Buni diagnostikasi qanaqangi bo'ladi? Avvalambor bola tug'ilganda, raddomda 3 kunlikda neyrosonografiya qilish kerak. Unda qorinchalar kengayishi bo'lsa, diagnoz qo'yiladi. Gidrosefaliya rivojlanyapti yoki gidrosefaliya rivojlanib bo'lgan. Uy sharoitida nima qilinadi? Uy sharoitida liqildoqlar palpaslar ko'rinadi, liqildoqlar tarang bo'lsa, bolada qusish kuzatilsa, bolani ko'zlari pastga ketsa, bezovtalik bo'lsa, likvidinamikada bosim oshayotgan hisoblanadi va gidrosefaliya rivojlanayotgan hisoblanadi. Shunaqangi holatlar kuzatilsa bolangizda neyrojarroh yoki nevrolog konsultatsiyasiga borishingizni so'rab qolamiz. Agar gidrosefaliyaning davosi haqida, shuntlash operatsiyasi, endoskop yo'li bilan operatsiya qilamiz, bular haqida ma'lumot kerak bo'lsa, opsiyaniyada nomerimni qoldiraman. Bemalol savollaringizga javob olishingiz mumkin.